Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqa ediyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq işkemeğinin 23. yıl 1. ayının 24. günü. Bugünkü vaziyetimiz, mesela Aralık'ta 1. ayının 11. günü. Japonya'nın veziri Fumio Kishida London'u ziyaret kılıp London'da Rishi Sunak ile Anglia'nın veziri bilen bir kelişim imzaladı. Bu qaramaqa bir gayri kelişimdek. Yani bir qaramaqa bunun tarihi arx görünüşü qarısınız bir işla tekrarlanıvatqandek. Yoki buningdan 120 yil burunqi vaziyat bilan hozirgi vaziyatning o'xshab qolishi degandek. Buningdan 120 yil burun, yani 1902-yili 1. ayning 30. kuni, shunaqa deymi vaqt, 1. ayning 30. kuni Yaponiya bilan Angliya o'rtasida bir kelishim imzolangan edi vatandaş. Bu kelishim bo'yicha bo'lganda shu vaqtida asosligi 1. ayning 30. kuni asosligi Angliya bilan Yaponiya birlashib Rossiyaning, yani Çar Rossiyaning kengaymichiligiga qarshi turish. Yevropada ishlar shundoq davom qildi deyli. Endi keyin Yevropadan bir yüz örüp 1853-yildan keyin Rossiya, Çar Rossiya Osiyoga yurish qildi. Bu chaqda Osiyoda Angliyaning davlat manfaati bilan Yaponiyaning davlat manfaati bir yerdan chiqdi. Şu aman bular kelishim imzoladi. Mesela alayli 1812-yil 19. asrda Fransiya'nın milli kahramanı yoki armiya qo'mondoni Napolyon bütün Yevropa, Sharqiy Yevropa, G'arbiy Yevropa degani supurib tozalab degidek qaysi bir davlatdagi qudratli askariy qismlar deganlarning hammasini tarmar qilib degidek bütün Yevropada urushda oxiri Napolyon oxirgi hisobda 1812-yili 9. ayının 16. günü Napolyon armiyası Rossiyaga Moskva shahriga kirib keldi. Qizig'i shu yerdiki, Napolyonning armiyasi Moskvada yengildi. Yengildi, shu yenilish bilan Napolyon imperiyasi bitket bo'ldi, tarmar bo'ldi. Çar Rossiya shu vaqtda bütün Yevropada nijotga qutqazg'uchi, Yevropani qutqazg'uchi bo'lib ataldi. Podshoh Çar Rossiya podshosi Aleksandr I Yevropani o'yg'otquchi, Yevropani Napolyondan ozod qilg'uchi, Çar Rossiyani saqlab qolg'uchi, shundoq dabdabalik Yevropaning bir qahramoniga aylandi vatandosh. 1853-yil 7. ayda Rossiya Yevropadagi kuranlik, Yevropadagi g'albisi tufayli endilikda 1853-yil 7. ay kelganda Dunay daryosi atrofidagi Osmanlı imperiyasining ikki baqanda davlati Moldaviya va Chaliya deyilgan ikki baqanda davlati hujum qildi. Bundan keyin Osmanlı imperiyasi shu yili 10. ayda Çar Rossiyaga urush e'lon qildi. Bu urush 1853 yilidan 1856 yiligacha davom qildi vatandosh. Endi bu urushning davomi oxiri nima bo'ldi bu urush? Krimiya urushiga aylandi. Krimiya urushiga aylangan vaqtida Türkiye bilen Rossiya, Osmanlı bilen Rossiya, Çar Rossiya o'rtasidagi urush Antanta davlat Fransiya bilan Angliyaning qo'llashiga, yani Fransiya, Angliya davlatlarining Türkiye tarafda turib Çar Rossiyaga qarshi turgan bir harbiy saf tayyorlashi bilan bu urushda, masalan, Krimiya urushida
Alexander. Ya Krimiya uruşı da Nikolay devri o değil mi? Kelge o vaxtda da Rusiya bu urushda yengildi. Urushda yengildi. Rusiyaning maqsadi shunday ekan-da, qaraganda tarixchi gaplarga qaraganda bu arliqda Qor dengizda g'alaba qilgandan keyin Qor dengiz orqali O'rta Sharqqa chiqish. O'rta Sharqqa chiqqanda Angliya bilan Fransiyaning manfaatiga chaqilish. Buni qabul qilolmagan Fransiya bilan Angliya Turkiya tarafda turib, Turkiya bilan birlashib Krimiya urushida 1853-yili Nikolayni mag'lub qildi. Padişah Nikolay bununla taqat qilolmay, chidayolmay, mendek bir yaramaz odamning Çar Rusiyaga padişah bo'lishning roli yo'q, o'rni yo'q deb zahar ichib o'lib oldi. Oğlu Alexander II Çar Rusiyaga padişah qilib belgildi vatandaş. Mana shundaq. Urush oxiri Rusiyani Yevropada g'alabaga erishtirdi. Endi Krimiyaga kelganda Turkiya bilan bo'lgan urushda Rusiya mag'lub bo'ldi. Bu mag'lub bo'lish 19-asrning eng oxirgi 40 yilini Rusiya uchun ajratib bergandek, eng oxirgi 40 yil ichida Rusiya endi askariy qismlarning tomishig'ini burab degidek oldi bilan O'rta Osiyoga bugungi O'rta Osiyo davlatlarini besavilish bilan shundaqli Iroq sharqida Manjuriya dalasini besib oldi. Manjuriya yayloqlarini besib oldi. Endi bu qadamga kelganda qarab turing, Angliya bilan Yaponiyaning manfaati birdek o'rtaga chiqdi. Masalan, Angliyaning dengiz okeandagi manfaati, masalan Angliyaning Manchun xandonligi, Xitoydagi manfaati, bularning hammasi Çar Rusiyaning tahdidiga uchirdi. Bo'libmi Yaponiya uchun aytganda, Koreya yarim oroli vatandoshim, bu ham Çar Rusiyaning tahdidiga uchragandan keyin Yaponiyami o'ltirolmay qoldi. Shunashqa hozir manfaat birligi va manfaatin birlashib qo'g'dash nuqtai nazarda Yaponiya bilan Angliya shu vaqtda 1902-yili 1-oyning 30-kunida Angliya Yaponiya shartnomasini, kelishimini imzoladi. Ya'ni gapning o'chig'i Çar Rusiyaning kengaymichiligiga qarshi turish. Aradan 2 yil o'tmay 1904-yilga kelganda haqiqatan Çar Rusiya bilan Yaponiya o'rtasida urush bortildi. O'tganda qisqacha dedik, 1904-yili Çar Rusiya bilan Yaponiya dengizda dengiz urushi bortildi. Urush boshlandı. Bu urushda Angliya bilan Yaponiya bir taraf tutdi. Maqsad birla Çar Rusiyaning kengaymichiligini, Çar Rusiyaning tajovuzchiligini cheklash. Haqiqatan g'alaba qildi. Chunki dengiz urushida Yaponiya g'alaba qilgandan keyin Çar Rusiyaning mang'or yo'li etildi. Dengizga chiqish yoki Iroq sharqda okean dengizga chiqishdan iborat to'g'nalmas portga ega bo'lish degandek kuchlarmi barbod bo'ldi, hammasi tugashdi degan gap. Endi biz qaytib kelaylik vatandoshim, bugun nima bo'ldi? Bugun endi 1-oyning 11-kuni Angliya bilan Yaponiya Londonda yana bir kelishim imzoladi. Endi bu kelishim to'g'risidagi so'zni 2-leksiyamizdan anglang vatandosh.